Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi o'sha mavzumiz kiber xavfsizlik asoslari fanidan kiber xavfsizlikning asosiy tushunchalari. Kiber xavfsizlikning asosiy tushunchalari reja asosida kiber xavfsizlikning demak bilim sohalari. Kiber xavfsizlik hozirda yangi kirib kelgan tushunchalardan biri bo'lib, unga berilgan turli ta'riflar mavjud. Kiber xavfsizlik hisoblashlarga asoslangan bilim sohasi bo'lib, buzg'unchilar mavjud bo'lgan sharoitda amallarni to'g'ri bajarishni kafolatlash uchun o'zida texnologiya, inson, axborot va jarayonlarni mujassamlashtiradi. Tarmoqlar sohasida faoliyat yuritayotgan Cisco tashkiloti esa kiber xavfsizlik quyidagi ta'rif bergan. Kiber xavfsizlik tizim, tarmoq va dasturlarni raqamli hujumlardan himoyalash amaliyoti. Ushbu kiber hujumlar odatda maxfiy axborotni boshqarish, almashtirish yoki yo'q qilishni, foydalanuvchilardan pul undirishni, normal ish faoliyatini buzishni maqsad qiladi. Kiber xavfsizlik IT masalasidan da ko'ra ko'proq narsadir deb Stefan Nappo aytgan. Hozirgi kunda samarali kiber xavfsizlik choralarini amalga oshirish insonlarga qaraganda qurilmalar soni va turlarining kattaligi va buzg'unchilar salohiyatini ortish natijasida amaliy tomonda murakkablashib bormoqda. Kiber xavfsizlik bu aql idrokka erishish uchun tenglik mavjud bo'lgan yangi maydon deb atagan Stefan Nappo. Xo'p, kiber xavfsizlikning demak fan sohasining tuzilishi, bunda risklarni boshqarish, inson omili, etika, siyosat, huquq va bu yerda demak o'sha hisoblash bilim sohasi, kompyuter injeneriyasi, axborot texnologiya va axborot tizimlari va hokazo. Kiber xavfsizlikda demak o'sha fundamental atamalarni aniqlash turli yondashuvlar mavjud. Xususan, kiber xavfsizlik quyidagi atamasi keltirilgan. Konfidensiallik axborot yoki uni eltuvchining shunday holat bo'lib, undan ruxsatsiz tanishishning yoki nusxalashning oldi olingan bo'ladi. Konfidensiallik axborotni ruxsatsiz o'qishdan himoyalash bilan shug'ullanadi. Tizim ma'lumoti va axborotga faqat vakolatga ega subyektlar foydalanish mumkinligi ta'minlovchi qoidalar. Mazkur qoidalar axborotni faqat qonuniy foydalanuvchilar tomonidan o'qilishini ta'minlaydi. Yaxlitlik tushunchasi axborotning buzilmagan ko'rinishda axborotning qandaydir qayd etilgan holatiga nisbatan o'zgarmagan shaklda mavjud bo'lishini ifodalaydigan xususiyati. Yaxlitlik axborotni ruxsatsiz yozishdan, ya'ni axborotni o'zgartirishdan himoyalash yoki kamida o'zgartirilganligini aniqlash bilan shug'ullanadi. Foydalanuvchanlik avtorizatsiyalangan mantiqiy obyekt so'rovi bo'yicha uning tayyorlik va foydalanuvchilar holatida bo'lishi xususiyati. Foydalanuvchanlik axborotni yoki tizimni ruxsatsiz bajarmaslikdan himoyalash bilan shug'ullanadi. Foydalanuvchanlikni buzishga qaratilgan hujumlardan eng keng tarqalgani xizmat ko'rsatishdan voz kechishga undovchi hujum. Risk tushunchasi bu risk potensial foyda yoki zarar bo'lib, umumiy holda har qanday vaziyatga biror bir hodisaning yuzaga kelishi ehtimoli qo'shilganda risk paydo bo'ladi. ISO xalqaro standart tashkiloti risk bu noaniqlikning maqsadlarga ta'sir sifatida ta'rif etgan. Masalan, universitetga o'qishga kirish jarayonini ko'raylik. Umumiy holda bu jarayonni o'zi risk hisoblanmaydi. Faqatgina abituriyent hujjatlarini va kirish imtihonlarini topshirganda o'qishga kirish yoki kira olmasligi mumkin. Bu o'z navbatida qabul qilingan qilmaslik riskning yuzaga kelishiga olib keladi. Kiber xavfsizlik yoki axborot xavfsizligida risk bu salbiy ko'rinishda qaraladi. Hech bir kompaniya kelajakni bashorat qila olmaydi. Ayniqsa xavfsizlik xatarlari haqida gap ketganda. Lekin xavfsizlik hodisalarini tekshira oladigan xavfsizlik tahlil vositalaridan foydalangan holda sizning infratuzilmangiz va moliyaviy holatingizga ta'sir qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'p, axborot xavfsizligi va kiber xavfsizlik o'rtasida farq. Kiber xavfsizlik va axborot xavfsizligi atamalaridan tez o'rinlari almashgan holatda foydalanadi. Ba'zilar kiber xavfsizlik, axborot xavfsizligi, axborot texnologiyalar xavfsizligi va axborot tezligini boshqa tushunchalarga sinonim sifatida foydalanadi. Ayrimlar esa xususan hukumat sohasidagilar kiber xavfsizlik, kompyuter jinoyatchiligi va bunda demak muhim infratuzilma himoyasini o'z ichiga olgan milliy xavfsizlik bilan bog'liq texnik tushuncha sifatida qaraydilar. Axborot xavfsizlik sohasi axborotni foydalanishdan qat'iy nazar qog'oz ko'rinishidagi elektron va insonlar fikrlashi, og'zaki va vizual aloqada intellektual huquqlarni himoyalash bilan shug'ullanadi. Kiber xavfsizlik esa elektron shakldagi axborotni barcha holatlar tarmoqdan to qurilmagacha bo'lgan o'zaro birga ishlovchi tizimlarda saqlanayotgan, uzatilayotgan va ishlanayotgan axborotni himoyalash bilan shug'ullanadi.
Kiber xavfsizlik bilim sohalari quyidagicha: ijtimoiy xavfsizlik, ma'lumotlar xavfsizligi, dasturiy ta'minot xavfsizligi, tashkil etuvchilar xavfsizligi hisoblanadi. Demak, aloqa xavfsizligi, tizim xavfsizligi, inson xavfsizligidan iborat. Bularning bir nechtasiga ta'rif beramiz. Ma'lumot xavfsizligi bu bilim sohasi ma'lumotlarni saqlash, ishlash va uzatishda himoyalarni ta'minlashni maqsad qiladi. Mazkur bilim sohasi himoyani to'liq amalga oshirishdir. Dasturiy ta'minot xavfsizligi bilim sohasi foydalanadigan tizim yoki axborot xavfsizligini ta'minlovchi dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqish va foydalanishning jarayoniga e'tibor qaratadi. Tashkil etuvchilar xavfsizligi bilim sohasi katta tizimlarda integrallashgan tashkil etuvchilarni loyihalashga, sotib olishga, testlashga, taqiqlashga va texnik xizmat ko'rsatishga e'tibor qaratadi. Tizim xavfsizligi gohida tashkil etuvchi xavfsizligidan farq qiladi. Aloqa xavfsizligi bilim sohasi tashkil etuvchilari o'rtasida aloqani himoyalashga e'tibor qaratib, o'zida fizik va mantiqiy ulanishni mujassamlashtiradi. Inson xavfsizligi bilim sohasi kiber xavfsizlik bilan bog'liq inson xatti-harakatlarini o'rganish tashqari tashkilotlar, masalan, xodimlar va shaxsiy hayot sharoitida ma'lumotlarni va shaxsiylikni himoya qilishga e'tibor qaratadi. Tizim xavfsizligi bilim sohasi tashkil etuvchilar, ulanishlar va dasturiy ta'minotdan iborat bo'lgan tizim xavfsizligi jihatlariga e'tibor qaratadi. Tizim xavfsizligi tushunish uchun nafaqat uning tarkibi qismlari va ularning bog'lanishi tushunish, balki yaxlitlikni hisobga olish talab etiladi. Ya'ni tizimni to'lig'icha ko'rib chiqish talab etiladi. Tashkilot xavfsizligi bilim sohasi tashkilotni kiber xavfsizlik tahdidlaridan himoyalash va tashkil vazifasi muvaffaqiyatli bajarishni himoyalash uchun risklarni boshqarishga e'tibor qaratadi. Ijtimoiy xavfsizlik bilim sohasi jamiyatda u yoki bu darajada ta'sir ko'rsatuvchi kiber xavfsizlik omillariga e'tibor qaratadi. Kiber jinoyatchilik, qonunlar, axloqiy munosabatlar, siyosat, shaxsiy hayot va ularning bir-biri bilan munosabatlarni ushbu bilim sohasi asosiy tushunchalar hisoblanadi. Demak, aytish mumkinki, kiber xavfsizlik sohasi axborot texnologiya mutaxassislari uchun zarur soha hisoblanadi.